Ogoh bo'ling. O'zbekiston viloyatlarining birida fojia ro'y berdi. Farg'ona davlat musiqali drama teatri direktori, ismi qisqartirilgan Seme, 20-aprel kuni kechasi Nexia 3 rusumli mashinasini boshqarib ketayotib, yo'l transport hodisasi sodir etadi va buning oqibatida mashina ichida bo'lgan 56 yoshli teatr xodimi halok bo'ldi. Bu haqida qalampir.uz manbasi xabar berdi. Tahririyat voqeaga aniqlik kiritish maqsadida Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi bilan bog'landi. Yo'l harakat xavfsizlik bo'limining ma'lum qilishicha, 1986-yilda tug'ilgan Messi 2025-yil 20-aprel kuni soat 22 larda Farg'ona shahri hududidan Nexia 3 rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, boshqaruvni yo'qotgan va yo'l chetidagi beton ustunga urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Oqibatda avtomobil yo'lovchisi 5 tan jarohati olib shifoxonada vafot etgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 15-aprel kuni Namangan viloyatining Yangi Namangan tumanida o'quvchilar ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda 2 nafar 8-sinf o'quvchisi Spark avtomashinasini 8 soatga ijaraga olgan. Ular mashinani katta tezlikda boshqarib ketayotganda yo'l chetidagi beton to'siqqa borib urilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida bolalar turli tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan.